buyrak, siydik qopi rakining eng asosiy sababchisi hozirgi kunda chekish hisoblanadi. Chekkandagi kanserogen zaharli moddalar qon orqali siydik qopida to'planadi va kun davomida mana shu siydik qopiga rak keltirib chiqaruvchi zaharli ta'sir qiladi. Hozirgi kunda sigaret moddalarining ham turli tumani chiqib ketdi, tarkibi o'zgarib ketdi va uni kanserogenlik funksiyasi ham oshib ketdi, o'zgarib ketdi. Tasavvur qiling, ikkita odam, bittasi ko'p suyuqlik ichadi, bittasi 2 chashka kofe ichadi xolos. Mana shu 2 chashka kofe ichgan odam yana maqtanib qo'yadi-da, kun bo'yi men 2 marta chiqaman, xolos sigani deb qo'yadi. Vaholanki u o'zini zaharlayotgan bo'ladi. Sababi sigaret chekkandagi zahar uni qovog'ida kun bo'yi to'planib zaharli ta'sir qiladi va rak paydo bo'lish ehtimolligini bir necha barobar oshirib yuboradi. Shuning uchun agar siz chekishni tasha olmayotgan bo'lsangiz va undan qutula olmayotgan bo'lsangiz, sizga asosiy katta maslahatim ko'proq suyuqlik iching, suv balansini ushlang va bu sizdagi toksinlarni, zaharlarni yuvishga yordam beradi. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib bormaslik uchun meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni chekuvchi do'stingizga yuborib qo'ying.